yo'llarimizda qanaqa radarlar jarima yozadi, qanaqa kameralar shunchaki kuzatuv uchun ishlaydi. Buni birgalikda bilib olamiz. Xavfsiz chorraha asosan tirband va katta yo'llarga o'rnatiladi. Bular jarima yozmaydi, faqatgina yo'llarimizni kontrol qiladi. Avto uragan, tezlik va svetofor, Hikvision, tezlik, svetofor hamda piyodalarga yo'l bermaganligi uchun ham jarimaga yozmoqda. Avtokon, ya'ni uch oyoq, bu faqatgina tezlikni foto fiksatsiya qiladi. Multiradar hamda megakam tezlikka uradi. 360 va ekin patrul 12 turdagi jarimani aniqlaydi deyishgan, lekin amaliyotda tezlik hamda to'xtash va to'xtab turish qoidalari uchun jarima yozgan. Ushbu turdagi speshkali radar moslamalarini ko'rsangiz, bilingki, barchasi remenga uradi. Ayrimlari esa telefonlarga ham urishi mumkin. Hozirda ko'p radar moslamalari sun'iy intellektlari bilan takomillashtirilmoqda. Bu degani yaqin kelajakda bir dona radar moslamasi ko'plab jarimalarni yoza boshlaydi. Shuning uchun do'stlar, jarimalar to'lashdan charchagan bo'lsangiz, tezroq iBoxdan Sonar Pro Us anti radarini olishni maslahat beraman.